Hörmətli görürmənlər, ekranımızға xoş gəldinlər. Körüvatqınınlar Erkin Asiya Radiosu. Biz ötken həftə Yaponiya paytaxtı Tokyoda işləyən Xalqara Uyğur Munbiri toğruluq xəbər işləş jarayonida bu yığınğa iştirak qılğan dövlət ərbabları, siyasi yollar, cümlədən dünyanın hər qaysı yerlərdən gələn hər sahə mütəxəssislər bilan uçuşuş fürsətinə ega bolduq. Şularning biri Yaponiya parlamentinin ən yaş Uyğur əzası Erfiya Ali xanımdır. Erfiya xanımның məzkur yığının kütülüş fəaliyyət jarayonidagi sözləri, deklamatsiya qılğan təsirli şeirləri yığın əhlinin közlərini nəmləyən bolsa, onun sorunğa təşrif qılğan mübarək qədimi yığın iştirakçılarını çonqur, ayacan və xoşallıq içimdirgən idi. Bizmi Erfiya Ali xanım bilan Uyğurlarga münasibətlik bir qism temalarda söhbət ötküzüş fürsətinə muvaffaq bolduq. Ondaqda Erfiya kim? Onun dünya qarşı və kimlik qarşı qandaq? Bu suallarning cavabını onun öz ağızdan birlikdə anlap ötəylə. Qanadıqdınla ekranımızda bolsun. Hörmətlik Erfiya xanım, vaxt çıxırıb ziyaretimizni qabul qılğanlığınızga köpdən köp rəhmət etimiz. Bu hem deb ötküdümizdek, sizni biladigan Uyg'urlar sizdan qanchalik faxrlansa, sizni bilishni xohlaydigan, sizni texmo yaqindan tanishni xohlaydigan Uyg'urlarmi intayin ko'p bo'lsa kerak. Shunlashqa oldi bilan o'zingizni bir tanishtirib, suhbatimizni boshlagan bo'lsak. Bo'ladi, rahmat, mush fursatga rahmat. Hamda Yaponiyaga kelganingizga rahmat. Sizlarni qarshi olamiz. Mening Uyg'ur ismim Erfiya Avlad. Biz Yaponiyaga grajdan kirgan vaqtimizda Yaponiyada familiya sistemi bo'ldi. Bir oilaning familiyasi o'xshash bo'lmaydi. Shunga mening ana tarafning cho'ng dadammi, ot tarafning cho'ng dadammi ismi Ali edi. Shunga biz familiyamizni Ali qilgan. Shunga yaponcha ismim Erfiya Ali. Buni yaponlar Eri deb talaffuz qildi. Shunga mening ismim ham Yaponiyada hozir Eri Erfiya bo'lib qoldi. Bu Eri degan Yaponiyada bir qiz bolaninki ismi. Hamda Erfiya degan ism bu yaponlar uchun hamda chetal ism bu, chetal ism bo'lgandan keyin tutmoq tez. Shunga shu saylamga chiqqan vaqtimda shu o'zimni Eri deblan men nima qilganda, shu Eri debla yezinglar, Eri debla yezinglar. Shunga hozir ko'p yaponlar meni Eri deb taniydi. Lekin ismim Erfiya. Erfiya. Yaxshi, biz mujiq işte o'yladik. Nima uchun Erfiya? Balkim Ali bo'lgan bo'lsa, yaponlar Rin diyemi, Eri bo'lib qoldi deb faraz qildik, balkim bu to'g'ri chiqdi. Bu ham siz ikki xil tilda shunchalik ravon so'zlab nurg'un odamni ta'sirlantirdingiz. Uyg'urchangiz bu shundoq ravon, hatto Uyg'ur tekstlarini ravon o'qiydi ekansiz. Yaponcha cho'qim sizning yaponlikdan kelishmag'idek daraja, balkim yaponlikni yaxshi bo'lsa kerak deb faraz qilamiz, chunki yaponlar o'zining tilini yaxshi bilmagan odamlarga ancha hurmat ko'rsatmasligi mumkin hamda. Chunki men siyosun. Deyli, siz balkim uch tilni ravon so'zlaysiz. Shunaqmi? Biz bilib turamiz, bizningki bilishlarimizga, xabarlarga qaragan vaqtida bu Yaponiyaning siyosiy dunyosi, siyosiy sahnasi asosan erlarninki sahnasi. Mushtaq bir keskin bir sahnaga siz nima uchun qiziqib qoldingiz? Sizni bu sahnaga jur'at qildirgan narsa nima? Rahmat shu savolingizga. Men bu Yaponiyada mujiq odamlar so'raydi meni, masalan, BDTda ishlab turib, ashada balkim siz 30 yoshlik Amerikada o'qigan bir qiz bola, Yaponiyada ayollarning ishlamigi bu oson ish emas. Bu Yaponiya jamiyatida biz hammamiz taniydigan bir ish. Hozir nurg'unlagan siyosiy va jamiyatdagi parangladimi? Yaponiyada qanday ayollarning, qiz ayollarningki jamiyatga chiqishini, qiz ayollarningki ishlashini qo'llashga qanday siyosatlarni qilsak bo'ldi deydigan gap so'zlar bo'lib turdi. Bu butun Yaponiyada biz hammamiz qo'shiladigan bir ish. Uning ichida ham o'zim 35 yosh burun BDTda ishlab, New Yorkda turib qilgandan keyin yaponlarga qiziqdi. New Yorkda ishlasangiz Yaponiyadan siz uchun hamda Yaponiyaga qarta oson bo'lgan bo'lishi mumkin. Hamda xalqaro yerda ishlagan bo'lsangiz, yaponlik qizlar uchun Yaponiyadan xalqaro o'rin mos keldi. Ayollar uchun ishlamak oson yerlar bo'ladi deb so'raydi. Lekin men o'zim shu BDTda ishlab turib, Janubiy Osiyoning siyosatga qarashga mas'uldimda.
Şu vaqtida ham boshqa davlatlarning demokratiyasini birlikda biz analiz qilganda, bu demokratiyaning ichida qanchalik shu davlatning xalqi parlamentning ichida a'zosi bo'lib chiqyotidi. Parlamentning ichida o'xshamaydigan odamlar bormi? Har xil odamlarning so'zlari anglanamdi, chiroyi ko'rinamdi degan, ya'ni nima ko'ramiz. O'zimning shu davlatim, o'zimning Yaponiyaga qaraganda asosiyatdan bizning parlamentimiz erkishi, hamda asosiyatdan 50 yoshdan oshgan erkishligi o'zimga bek BT'de ishlagan sari bek ko'rinadigan, ko'zim ko'rinadigan bo'lib qoldi. Hamda o'zim bir yaponlik bo'lish tutumidan o'zimga o'xshaydigan yaponlikning birisini parlamentda yo'qligi ko'zimga ko'rinadigan bo'lib qoldi. Endi mening atrofimda menga o'xshaydigan yaponliklar bekchiq, menga o'xshash chet elda cho'ng bo'lib, chet el tilini so'zlab yoki ota-onasining birsi yoki ishkilisi chet eldan kelgan, balki yaponlik bo'lsa boshqa o'zligi kimligi bor, hamda xalqaro xizmatlarni qilib kelgan, ilg'or ideyasi bor, yoshlar shundaqchiq, lekin ularning birisimi bizning parlamentimizda yo'q. Shunga men o'zimning o'ylig'im, o'zimning demokratiyarimda o'zimning chiroyim ko'rinmadi deb o'ylagan bo'lsam, balki nurg'unlagan haqlar, nurg'unlagan o'zimning yashimdagi yaponliklarmi shundaq o'ylaydi. Undaq bo'lsa birsi chiqish kerak. Endi bir narsa o'zgartay desam, o'zim o'zgartishim kerak deb shu siyosat yo'lga. Bek yaxshi javob berdingiz, rahmat. Biz Yaponiya parlamentidagi nurg'un savollarimizga uning qaytib kelamiz, lekin biz Uyg'urlarga qiziqadigan nurg'un yana bir boshqa taraflar bor. Shu savollardan bosh so'ragandan keyin u savol qaytib kelamiz. Siz endi mening bilishimcha Uyg'ur vatanda tug'ildingiz? Yo'q, men Yaponiyada tug'ilgan. Kechirsiz, men Uyg'ur vatanda tug'ildim deb o'yladim. Siz bu yerda tug'ilib Uyg'urcha shunday yaxshi so'zlaysiz, texnik ta'sirlandim. Yaponiyada tug'ildingiz, Yaponiya grajdani hamda Yevropa yoki Amerika yoki bo'lib Amerikada chiqarib vaqt o'tkazdingiz meningcha. Amerikada o'qidingiz, shundaqmi? To'g'ri. Shu jarayonda sizning kimligingiz haqida nurg'un savollarga duch kelgan bo'lishingiz mumkin. Siz shu savollarga duch kelgan vaqtingizda o'zingizni qanday tanidingiz? Bu intayin yaxshi savol aka. Men 10 yoshgacha Yaponiyada, misha tug'ilib 10 yoshgacha Yaponiyada turib, 11 yoshimda dadamning xizmati bilan Shanxayga biz yetgandik. Andan Guangzhouga yetgandik. Shu vaqtda Shanxay bilan Guangzhouda men amerikaliklar maktabda o'qigan, o'zim yapon grajdan olgandan keyin. Lekin biz endi Jungoning ichida bo'lgandan keyin vatanga qaytish fursatimiz jiqaroq ko'payganda shu vaqtda. Shu vaqtlardan keyin shu vatanga ko'p 10 yoshimdan tortib ko'p vaqt bordigan bo'lib, Urumchida do'stlarim bo'ldigan bo'lib, ashadimi o'zimning bir xil hayotim, kimligim bo'ldigan bo'lib, o'zimning Uyg'urligimni tonidim. Endi men chet elda cho'ng bo'lgan bolalarning ichida shunchalik talaylik, o'zim yaponlik bo'lganligim uchun Jungoga uzoq vaqt qaytish fursat bo'ldi menga. Agar Amerika grajdan bo'lgan bo'lsam, u yo'l ochiq bo'lmasligi mumkin. Lekin yaponliklar uchun u yo'llar burun ochiqdi. U bir o'zim Jungoda Shikirda cho'ng bo'lganligim uchun Uyg'ur madaniyatiga yaqin yerda cho'ng bo'ldim va vatanga qaytish fursati ko'p bo'ldi. Shuningga endi oliy maktablarda o'qiyotgan vaqtlarimda endi haqlar siz kim deb so'rasa, cho'qim men Uyg'ur deb javob beradi. Men Uyg'ur lekin men Yaponiyada tug'ilib cho'ng bo'lgan. Yoki men Uyg'ur yaponlikdir. Hozirmi mesela Yaponiyada mening kimligimni so'raydi. Men davomli Yaponiyadami? Men Uyg'ur yaponlik deyman. Men yaponlik, Yaponiyada tug'ilib cho'ng bo'lgan, sizlarga o'xshash yaponlik, lekin mening millatim Uyg'ur deb tushundirman. Rahmat, bu savolning oxiri bo'pti. Men shu savolni qaytadan bir qo'shib qo'ysam, bek yaxshi tushuntirdingiz. Siz uchun milliy kimlik va vatan nimadan darak berdi? Vatan degan zot nima siz uchun? Bu intayin yaxshi bir savol. Endi men uchun o'zimning millatim Uyg'ur, lekin men o'zimning vatanimni Fukuoka deb bilaman. O'zim tug'ilib cho'ng bo'lgan Kitakyushu Fukuoka shahri mening vatanim. Hamda men hozir parlamentda a'zosi bo'layotgan mening rayonim Chibadagi Urayasu shahri, Ichikawa shahri, bu mening yangi vatanim. Bu ikkisi mening vatanim. Mening millatimning vatani bo'lsa Uyg'ur doirasi deb o'ylayman. Endi men uchun o'zimning tug'ilib o'sib cho'ng bo'lgan yer, o'zim uydek bildigan yer, o'zim qaytib boradigan yer, shu yerlarni vatan deb o'ylayman. U vatanning endi bir tal bo'lishning ajriyati deb o'ylayman. Endi o'zim uchun men nurg'unlagan ko'p vatanga ega bo'ldim. O'zimni u qadarda shunday talaylik his qilman. Rahmat sizga. Biz shu talay ham shu muvaffaqiyat haqida jiq to'xtaldik.
siz uchun muvaffaqiyat nimadan darak berdi? Balkim biz bir odamlardan so'rasangiz, ular o'zininki qisqa tarixiy rezyumega yozilgan moddalar bilan o'zini mening muvaffaqiyatim shu deb tonish mumkin. Siz uchun muvaffaqiyat degan nima? Nimadirki, hamda mening uchun har adam uchun muvaffaqiyatning mazmuni o'xshamaydi deb o'ylayman. Lekin har bir inson o'zi xohlagan hayotni xohlagan bosqich bilan erkin yashash va o'zi orzu qilgan turmushga ega bo'lish bir shaklniki deb o'ylayman. Rahmat sizga. Bayam so'rindimi shu sizningki Amerika davr jurnalining bo'jliq soniga kelgusiga ta'sir ko'rsatadigan o'z shaxs haqida bir savol so'raldi. Bu savolni men o'ylab kelgan. Siz shu vaqtda sizning ismingiz yozilgan vaqtida qanday tuyg'uda bo'ldingiz? Men shunda hayron qoldim. O'zimning Ichkava shahrininki McDonald'sning oldida McDonald's avatatdimda. Telefonimga keldi bu Taymonxonga siz tanlandingiz deb. Shonaman bu rostmidi, yolg'onmidi deb necha o'qib bu McDonald'ning oldida. Ondan o'zimning kotibim kelganda, shu kotibimga "Mushta Taymonxonga chiqibdik biz, kotibim ishonmay." Ana bir necha kun bir xil ishonmaslikda bo'ldim. Lekin keyin endi vaqt o'tgandan keyin ondan keyin shu Time jurnal o'zininki menga qanday baho berganligini o'qigandan keyin buni tushundim. Endi mening tushunishimcha bu mening nomzodga kirishim o'zimga berilgan baho emas, balki o'zimning rayonimga berilgan baho deb men tushunaman. Mening Ichkava Urayasu shu ikki shahrimningki qanchalik ilg'orligini, shu Yaponiya jamiyatida shunchalik ilg'or tanlash huquqiga ega bo'lganligini bir huquqiga ega bo'lgandan keyin bir hozirgidan qadar Yaponiya siyosiy ko'rinib boqmagan bir siyosatni bizning shahardan chiqqanini 35 yoshlik bir qiz bolani yapon millat emas bir qiz bolani o'zlariga vakolatdan qilib siyosat o'rniga chiqqanini shunga berilgan baho deb men tushundim. Rahmat sizga. Endi siz ikkinchi avlod meningki bayaq so'zlaringizga qaragan vaqtda ikkinchi avlod Uyg'ur farzandi hisoblanasiz. Shuning bilan birlikda ikkinchi avlod Uyg'ur farzandi bo'lish bilan g'arbda siyosiy sahnada natija qozongan. Ham shu natijangiz bilan nurg'un Uyg'ur yoshlarga, jumladan Uyg'ur xonim qizlarga umid berishadigan bir qiz hisoblanasiz. Bu bir tabiiy, zo'r ilhom beryapsiz. Sizningki shu yoshlarga sizga intilayotgan, sizga hurmat bildirayotgan, sizdan faxrlanayotgan Uyg'ur yosh qiz o'g'illarga muvaffaqiyat qozonish haqida nimalarni degingiz bor? Mening endi birdan bir deydigan gapim bo'lsa, biz ham chet elda tug'ilib o'sgan Uyg'urlar erkinlikka ega bo'lgan va nurg'unlagan davlatlarda demokratiyaga ega bo'lgan. Biz Uyg'ur millat degan azaldan erkinlikni suydigan, ilmiylikni suydigan, demokratiyani suydigan bir millat. Bizning madaniyatimiz uchun bu demokratiya degan bir xil tinimizga kirib ketgandek bir tabiiy bir ish. Shuningga men Uyg'ur qiz bolalarga, qiz o'g'illarga deydigan gapim, shu erkinlikdan foydalaninglar, demokratiyadan foydalaninglar. Davlatning demokratiya sistemida bo'lsa, cho'qim shu demokratiya sistemasiga qatnashinglar. Bu siyosiy rolga chiqishlam emas, demokratiyaga qatnash degan. Bir saylamda bilet tashlashmi bir qatnash yoki o'zingizning o'y fikringizni Facebookda deyishmi bir qatnash yo'l. Yoki erkin dunyosida o'zingiz xohlagan yo'lni xohlagancha besishmi bir erkinlik, bir demokratik bir yo'l deb o'ylayman. Shuningga o'zingizlar iroda qilgan ishdan to'xtab qolmanglar deb degan bor. Rahmat sizga. Bir savolim bor. Bu savollar sal qattiqroq savollar. Endi bu ham o'tirib qo'yildi. Masalan, Uyg'ur xalqimiz yo'l qo'yayotgan irqiy qirg'inchilik, ya'ni bu irqiy qirg'inchilikni Amerika e'tirof qildi. Bir necha 8 dan ortiq Yevropa parlamentlari e'tirof qildi. Hozirgacha Yaponiya parlamenti buni e'tirof qilmadi endi. Sizningcha buning sababi nimada? Menimcha buning sababi endi Yaponiyada shu Uyg'ur doirasida bo'layotgan haqiqiy ishlar to'g'risida isbot bilan va shuni o'ltiranchi bir yo'l bilan tushundira oladigan olimlar kam, bilimliklar kam deb o'ylayman. Yana birisi Yaponiyada Uyg'ur doirasini yaxshi tushunadigan olimlarning asosiy Jungoninki
nimelerida Jungo'nun alımları. Jungo'nu öğrengen alımlar Uyghur dairesi doğrusu sözleydi. Ben özümü üniversitede Uyghur tadqiqatını qilgan. Endi mening özümün göz qarışı Uyghur tadqiqatını qilgan adam Jungo'lar emas, O'rta Osiyoni tushunish kerak va Türk dünyasını tushunish kerak va Sovet dünyasını tushunish kerak. Endi Yaponiyada bu tushunish Jungo'ga qarag'an tushunishga nisbatan azroq kam. Unda olgandan keyin bu O'rta Osiyo bilan Jungo'ni o'ltirsida bo'lgan bu Uyghur dairesi to'g'riliq endi Jungo'dan boshqa ko'z qarashda tushunilgan olimlar bek kam. Shuningdan Yaponiyaning siyosatlarning ichida shu Uyghur dairesi bo'layotgan ishlar to'g'risida isbot kam deb tushunganlar bek jiq. Shu irqiy qirg'inchilik deyishning isboti kammidir deganlar jiq. Menimcha masalan BDTdek organlar bu taraflardan kuch chiqargan bo'lsa, Yaponiya mu BDT debdi. Shuning bizmi buni mustaqillik deydi, lekin hozir endi xalqaro organlarmi bu irqiy qirg'inchilik demadi. Unda qanday Yaponiya mu o'zining qaroriga kelmaydi. Bu sababchi. Endi siz mening shu qarorni o'tirib qo'yib, tunishtirib, xalqlarning turmushini o'stirish majburiyatim bor deb o'ylamsiz. Bir siyosiy bo'lish bilan siz. Endi mening xizmatim özümninki rayonumni birden bir parlamentda aşlarning a'zosi bo'lib ko'zdi shundaqmi? Bizning rayonimiz bo'lsa, shu Urayasu Ichikawa bo'lsa, Yaponiyaning ichidagi eng ilg'or rayonining biri, hamda boy rayonining biri. Unda bo'lganligi uchun mening rayonimdagi xalqlarimmi, o'zim xalqlarim desam bo'ladimi, xalqlarimmi shu xalqaro ishlarga shunchalik ko'ngil bo'ldi. Shuningga endi Ichikawa bilan Urayasuninki a'zosi bo'lish sifatim bilan albatta Uyghur masalasini hamda xalqarodagi kishilik huquq masalasini qaytlab har doim so'zlashim to'g'ri keldi deb o'ylayman. Shu hamda shu xizmatni men kunda qilyapman. Rahmat sizga. Bayam deganimizdek xalqimiz hozir eng ig'ir zulmatlik va mudish bir davrni beshdan kechirib o'tdi. Uyghur xonim qizlarining siz yoshlik nurg'un qizlarninki majburiy Xitoy erlariga yotliq qilinayotganligini ko'rib o'tamiz. Ularga tug'mas qilish operatsiyalari ishlanayotdi. Siz balkim ularga shu xil fursatlar berilgan bo'lsa, ulardan neni siyosiy yo'llar, olimlar, yozuvchilar, dunyoga ta'sir ko'rsatgan shaxslar chiqishi mumkin. Siz shu qurdoshlaringizning shu siz bilan o'xshash irqdiki, ammo o'xshamagan qismatdagi ayollar haqidagi echinchlik xabarlarni anglagan vaqtingizda qanday tuyg'ularda bo'lasiz? Ularga nimalarni degingiz keldi? Men rasmiy o'zimning badanimga ash ishlar bo'layotgandeklar hissiyatda bo'laman. Endi o'zimning millatim bo'lgandan keyin va endi mening birdan bir shu misharda tug'ilib qolganimla bir ta'lim va shu yarimla o'xshamaydi. Mening boshqa hech qanday yarim bu vatandagi qizlarimiz bilan o'xshamaydigan yarim yo'q. Men vatanda tug'ilgan bo'lsam, vatanda cho'ng bo'lgan bo'lsam, mening ota-onam vatandan sirtga chiqmagan bo'lsa, men shu yo'lda bo'lganligim mumkin. Shuningga men uchun intayin bir bu personal bir ish, shaxsiy bir ish. O'zimning badanimga ishlab bo'layotgandek hissiyatda bo'laman o'zim. Rahmat sizga. Yaxshi javoblarni berdingiz, vaqt chiqarib bizning ziyoratimizni qabul qilganingizga rahmat. Yana bir savol hamda bundan keyin qanday planlaringiz bor? Nima ishlarni o'ylayapsiz? Bundan keyin endi ikkinchi qatim saylanishga hozirman. Shu o'yimlarim bor. Endi Yaponiyada parlamentga bir qatim saylanish talay, ikkinchi qatim saylanganda haqiqiy shu rayonning a'zosi deb bildigan bir madaniyatimiz bor. Shunga endi o'zimning shahrimni yaxshi parlamentda reprezent qilib ikkinchi qatim saylanishimga hozir shu butun hissiyotimni ashaga qo'yg'im bor. Rahmat sizga vaqt chiqarib bizning ziyoratimizni qabul qilganligingizga, bak aldirash vaqtdan vaqt chiqarib ziyorat qabul qildingiz. Bizning radio anglovchilarimiz, televizor ko'ruvchilarimiz cho'qim rahmat aytamiz sizga. Shu fursatdan foydalanib siz bizning anglovchilarimizga, ko'rurmanlarimizga deydigan bir yurak so'zlaringiz bormi? Men so'ramay qolgan savol. Bir so'zim bo'lsa, endi shu abiyammo nutq so'zlaganda deb aytdim. Bu siyosatga chiqish yo'l intayin tez keldi. Menga tez keldi, oilamga tez keldi. Lekin shu har bir bosqichda Uyghur akalarimiz, hadalarimiz, Uyghur tuqqanlarimiz, shu Yaponiyadagi Uyg'urlar va xalqarodagi Uyg'urlar har doim meni 100% qo'llab berdi. Shuningga chin ko'nglimdan tashakkur etaman. Sizlarga ko'pdan ko'p rahmat. Bayam dedik Abdurahmetgurning bir she'rini. Lachin aytur, qanotimni qayrima. Bulbul aytur, gulzarimdan ayrima. Men ayturman, suvsiz biliq naqilsin. Meni xalqim quchog'imda rahmat.
Rahmat aka sizga. Rahmat. Beautiful.